Assalomu alaykum hurmatli guruhdaglar, akalar, ukalar. Bugun 20-mart 2025-yil. Samarqand Ishtixonga Asliddin akamizga Max Bull 1.2 kubalik pogruchchigimiz sotildi. Max Bull bu O'zbekistonga yangi kirib kelayotgan brend. Dvigateli 77 kW aparat, 3 ay dvigatel. Salarka tanlamaydi. Kabinasi keng qilib ishlangan. Konditsioner, pechka, задний вид kamera, ventilyator, magnitofon, пониженный повышенный скорость. Asliddin akamiz o'zlari kelmadi. Hozir mexaniklarimiz ortib jo'natib yuborishadi. Qiziquvchilar bo'lsa marhamat aloqaga chiqingizlar, xursand bo'lamiz.